Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Meni yangigina kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Unda men videoni boshladim. Eshik taqilyaptimi? Merku. Assalomu alaykum janob mer, qalaysiz, yaxshimisiz? Kompot qalaysiz, yaxshimisiz, tinchmi? Nima bo'ldi janob mer? Qo'rqib qoldingiz? Kompot, senga bitta narsa aytishim kerak. Mana shu o'zimizning kodda mutant zombi paydo bo'libdi. O'shani o'ldirishing kerak senga vazifa. Mutant zombi, men axir qo'rqaman mutant zombilardan. Yo'q, sen yoniga yana bir ikkita jitillar tayyorlayman. Ha janob mer, qani qayoqda, o'sha kondami? Da, o'sha kodda mutant zombi paydo bo'libdi. O'shani sen o'ldirib olishing kerak. Lekin bu qiyin ish. Aha, Kompot, men bilan gaplashyaptimi? Nima haqida gaplashyapti ekan, qiziq. Unda janob mer, mayli o'ldiraveraman, faqat menga bitta do'stim chaqirib olay, keyin u bilan birga o'ldiramiz. Faqat menga anjomlar kerak, qurollar. Bo'ldi, Kompot, o'zim beraman unaqa narsalarni, xavotir qilma. Sen do'stingni chaqiraver, men anjomlarni tayyorlab qo'yaman. Okey janob mer, men chaqirishni boshlayman, unda ketdim. Bo'ldi, ko'ryapsizlarmi qanaqangi hodisalar bo'lib ketyapti. Unda men qo'shnimni chaqiraman. Endi nima qilaman, Kompot kelyapti, meniga kelyapti. Axir men qo'shnisiman uni. Mutant zombilardan qo'rqaman va hamma jitillar ham qo'rqadi mutant zombilardan. Endi men nima qilaman, Kompot, voy malakat. Endi men nima qilaman? Qilishim kerak, qayoqqadir berishim kerak. Tezroq, Kompot kelyapti. Voy, tezroq, malakat, jin ursin. Bitta o'yin kelib qoldi miyaga. Men hozir shu doskaga o'xshash kiyimni kiyib olaman, Kompot hech narsani sezmaydi. Qaraydi u kiyimi, mana qaraydi. Mana men kiyib olamanda, mana shu yoqqa sandiqni tepasiga turaman. Ana, bo'ldi. Jitel, tezroq chiqasanmi? Alo, Jitel. Eshik ochiq ekan, men baqirib yotibman. Jitel, uyda emas-ku Jitel. Endi men nima qilaman? Uyda emas ekan. Mayli, boshqa Jitelni uyiga borib ko'raman. Kompot boshqa jitillarni uyiga bormoqchiman. Yo'q, men boshqalarni ham ogohlantirishim kerak. Tezroq ogohlantirishim kerak. Bo'lmasa mutant zombilar bizlarni yeb qo'yadi. Kompot, jin ursin, malakat. Allah, to'g'ri tezroq bo'lish kerak. Bo'ldi, nima gaplar, bo'tdim ketibdimi? Короче, Kompot, bizlarni bittamizani mutant zombini o'ldirishga, ya'ni u bilan birga olib ketishga chaqiryapti. O'sha uchun kim borishi kerak edi? Kimdir boradimi? Men yashirinib oldim, qo'rqdim mutant zombidan, chunki butun jitillar ham qo'rqadi mutant zombilardan. Shuning uchun biz yashirinib olishimiz kerak. Kompot keyin o'zi ketishi kerak-da biroz. Men sizlarni bilmadim, men yashirinishga ketdim. Qoch, apa bo'yingni, qoch! Ahmad, qoch, kallang oyog'im, qoch, apa bo'yingni. Qoch, qaring. Mutant zombidan men qo'rqaman. Tezroq menga olishim kerak, tezroq. Mana toshdan kiyim olaman. Ana, Kompot aniq sezmaydi buni, tezroq. Endi men shu daraxtga o'xshagan kiyim olsam, Kompot hech qachon meni sezmaydi. Ana. Men ketdim, endi Ahmadning uyiga borib ko'raychi. Balkim u menga yordam berib yuborar. Ahmad. Uyda hech kim yo'q. Unda boshqa jitilning uyiga borishga majbur bo'laman. Aha. Nay. Alo, Jitel, uydamisan? Yo'q, hech kim yo'q u yerda. Qishloqlar qani? Qishlog'imizda hech kim yo'q bo'lib qolibdi-yu. Qishloqlar qani? Hech kim ham ko'rinmayapti-yu. Butun qishloq aholisi qani? Bu uyning egasi kim qani? Yo'q, hech kim yo'qmi? Endi men kimni olib ketaman? Mutant zombini urishmoqga. Hech kim yo'q qishloqda. Bizni Kompot payqamadi. Nachora, endi o'zim ketishga majburman endi.
Kimdir aksirganday bo'ldimi? Kimdir aksirganday bo'ldi hozir. No. Ha, mayli. Mer qayrasiz, mer? Mer ham yo'qmi? Ey. Hazillashyapsizlarmi bolalar men bilan? Alo, chiqinglar, let's go, chiqinglar, chiqinglar. Voy, balaga hech kim yo'q qishloqda. O'zim ketamanmi? Mutant zombiga qarshi. Ahmad bizani kapot sezmadi. Da, sezmadi bizani kapot. Qanaqadir ahmoq-ku. Jitel bizani kapot sezmadi. Yes. Da, bizani kapot. Mana obunachilar, endi men mutant zombining yoniga o'zim borishim to'g'ri keladi va meni ustimda qurol-yaroqlarim ham tayyorgina. Hech kim yo'q qishloqda. Nachora o'zim borishimga to'g'ri kelyapti. Xo'p, unda qani borib ko'raylikchi, kim ekan u men bilan jang qilmoqchi bo'lgan mutant zombi. Let's go. Unda men kiraman. Unda obuna bo'lib videoga like bosing. Bu men uchun katta motivatsiya bo'ladi. Let's go. Olg'a. Men qo'rqmayman. Qana mutant zombi. O, sanmi ukam? Baxi, qoch. Yomon ekan, kattasi. Men kichkina bo'ladi deb o'ylagandim. Ol nasibangni ol sana. Ma palakat yomon qiyin bo'lyapti, lekin bitta jonlarimni yeb tashyapti. Voy, palakat. Ol zilpiringni ol. Qachon o'ylasan sani? La'nati, qachon o'ylasan palakat? Jonlarimni yeb tashladi obunachilar. Endi bitta oltin olmay yeb olishim kerak. Voy, вообще bu kuchli katta zombi ekan. Ol. Nasibangni ol. La'nati ol. Va o'ldi mana nihoyat obunachilar. Mana nihoyat yo'q. O'lgandi-yu bu, obunachilar qanday tirildi bu yana? Ol. Juda ham qorong'u ekan, bu yoqqa chiq sen. Palakat. Yana qaytib tirilmaysanmi? Tirilasanmi yana qaytib? Voy, palakat, yana qaytib tirildi bu. Kellinga yo'g'im, ol. Apa buvingni ol tez, o'zim boqqanman. Tezmi? Ol, yana qaytib tirilasan. Ol. Yana qaytib tirildi bu iplos. Ol nasibangni ol, kellinga yo'g'im sani. Ol. Obunachilar meni jonimni yeb tashladi bu. Voy, olmay yo'qmasam jonimni qolmadi deyal. Oy, palakat, va nihoyat mana obunachilar o'ldirdim mutant zombini ko'rib turganliklaringizdek. Faqat undan bolg'asi tushdi. Qanaqa ekan? Voy, kuchli ekan, buni bolg'asi ham. Manimcha kapot o'ldirdi. Yes, yetarli, kapot o'ldirdi mutant zombini. Oy, lekin qiyin bo'ldi obunachilar. Jitellarni kemlagani ham chatoq bo'ldi, lekin charchadim, biroz charchadim. Jitellar qalaysizlar? Qayerda edinglar? Sizlarni men axtardim. Kapot, iltimos bizani kechir. Biz mutant zombidan qo'rqib yashirinib olgan edik. Sizlar qo'rqdinglarmi? Da, mutant zombidan qo'rqdik. Men uni o'ldirib bo'ldim. Da, biz ko'rdik. Rahmat kapot, senga rahmat. Arzimaydi. Keyingi safar lekin men bilan ketsan, Ahmad. Xo'p. Lekin men bundan zombini unchalik katta bo'ladi deb o'ylamagandim. Da, mutant zombi katta ekan. Bekorga mutant zombi emas-ku. Da, seni ham gaping to'g'ri, lekin mayli, men charchadim, men ketdim uyimga. Jitillar, lekin yomon ish bo'ldi. Kapot bilan borsak bo'lar ekan. Obunachilar, men charchadim hozircha. Xo'p, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, obunachilar. Men tezroq 100 ta bo'lib olishim kerak. Obunachilar, xo'p, bundan obunachilar hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha goodbye.